Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatdagi ishimizda Andijon viloyati Bo'z tumani Oxunboboyev mahallasida shunaqa ko'rinishda ishlarimizni qilib beryapmiz. Tarnovlarni ham o'rnatib, xudo xolasa 120 ming so'mdan 150 ming so'mga qilib beryapmiz. Obunachilar hamma xarajatni ichiga kiradi. Bu yerga lesa, reka, shuri hamma barchasi yetkazib olib kelib, shunaqa ko'rinishda chiroyli qilib o'rnatib berish xizmatlari bilan birga 120 ming so'mdan 150 ming so'mga shunaqa tunuka ishlarimizni qilib beryapmiz. Tarnovlarimizga ham ahmad berasizlar. Obunachilar o'ta go'zal holda qilib, xudo xolasa tarnovimizni metrini 1 metrini 60 ming so'mdan 1 metrini hozirgi mahalla o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa ishimiz yoqqan bo'lsa, bir dona layklarni bosib, obuna bo'lishni unutmaymiz. Hozir xudo xolasa bu taraflarni ham hozir ko'rasiz obunachilar. Bu ishimizni 135 ming so'mdan xudo xolasa yakunlab beryapmiz. Doğrusu obunachilar, mana bu esa bu joyimiz, shaxmat joyimiz. Hovuz qilsa o'rtasi kichkina edi, mana ko'rib turibsizlar. Shunaqa ko'rinishda ham chiroyli fasonlarimizdan berib, ahmad bersanglar, mana akfamiz tepalarini ham o'ynaylardan chiroyli qilib ustalarimiz tarafdan o'ta go'zal holda qilib doğrusu yakunlayapmiz. Bu joyimiz ko'rdinglar obunachilar, mana bu tarafi esa mana pianinali ko'rinishda. Hozir har bitta kelgan atlariga tillalarimizdan ham o'rnatib, xudo xolasa chiroyli qilib yakunlab beryapmiz. Bu ishimizni Bo'zda Oxunboboyev ko'chasida yakunlayapmiz. Qaytarib o'tdik. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, sizlar vodiydan bo'lsanglarki, bemalol murojaat qilsanglar, sizlarning ham xonadoninglarni xuddi shunaqa ko'rinishda ishlarni go'zal qilib, xudo xolasa qilib beramiz. Akam bugun necha sana? 23-oktyabr kunda xudo xolasa shu ko'rinishlarga xudo xolasa ishlarimizni qilib boryapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar obunachilar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bir dona layklarni tasdiqlatib yuboringlar.